Salom bilimli o'z kanali kuzatuvchilari. Ushbu videoda sizlar bilan qiziqarli mantiqiy savollarga birgalikda javob topamiz. Bu videoda siz uchun 10 ta ajoyib mantiqiy savollar tayyorlaganmiz. To'g'ri topa olgan javoblaringizni izohlarda qoldiring. Qani boshladik. Birinchi savol. U sizga tegishli, ammo boshqalar undan sizga nisbatan ancha ko'proq foydalanishadi. U nima? Sizning ismingiz. Ikkinchi savol. Kim o'tirgan holda yuradi? To'g'ri javob shaxmatchi. Uchinchi savol. Yo'llari bor, yurib bo'lmaydi, yerlari bor, ekib bo'lmaydi, yam-yashil o'tloq bor, yurishni iloji yo'q. Dengiz, daryo, ko'llari bor, ammo suvi yo'q. Bu nima? Bu xarita. To'rtinchi savol. Yerdan osonlikcha ko'tarish mumkin, lekin uni uzoqqa otib bo'lmaydi. Bu nima? To'g'ri javob qush pati. Beshinchi savol. Qaysi holatda ikkiga qarab 10 deymiz? Soatda. Soat strelkasi 2 da turganda. Oltinchi savol. Yomg'ir vaqtida qarg'a qanday daraxtga qo'nadi? To'g'ri javob ho'l daraxtga qo'nadi. Yettinchi savol. 3 ta archa o'sar edi. Har birida 7 tadan shox mavjud. Har bir shoxda 3 tadan olma meva bor. Barcha daraxtning jami mevalari soni nechta bo'ladi? To'g'ri javob archada olma o'smaydi. 8-chi savol. Nimaning uzunligi, chuqurligi, balandligi yoki kengligi yo'q, ammo uni o'lchab bo'ladi? To'g'ri javob harorat va vaqt. 9-chi savol. 7 yil oldin 15 yosh edim. 6 yildan so'ng necha yosh bo'laman? To'g'ri javob 28 yosh. 10-chi savol. Yog'ochni 12 bo'lakka bo'lish uchun uni necha marta arralash kerak? To'g'ri javob 11 marta. E'tiboringiz uchun rahmat. Qiziqarli savollarimiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.